Qara, Lobar. Al. Men uylanganimda keyin bir gap aytganman. Meni singillarimi, meni ukami, meni jigarlarimi xarakterini menga aytib kirma. Men sendan yaxshi bilaman ularni qaysi birini qanaqa xarakteri borligini. Sen chida deganman. Biror marta mana seniz menga mana bo'ldi deb aytib kirmagan. Umrida mana 21 yil umr ko'rgan bo'lsam, bir marta aytib kirgan. Katta sinimi shu paytda meni mana shunaqa qildi deb yig'lab o'rgan. O'shanda nima deganman? Sen ertaga ota-onam o'lib ketsa, bularni onasisan. Shunga loyiq bo'lgin. Kechirgin. Kun keladi, mana pirli uyda o'tirib gapiryapman. Kun keladi, bu ham chayirgadir borib kimgadir kelin bo'ladi. O'shanda seni tushunadi va sendan kechirim so'raydi deganman. Allohning qudrati bilan kun o'tdi, kelin bo'ldi. Kelib yig'lab kechirim so'radi. Shuni menga aytib beryapsiz. Siz bilgan ekansiz, dadasi deydi. Like! U singil ekan. Men bitta singlim to'g'risida aytib beraman. Men singilga emas, men kuyovlarni ham birortasini kuyov demaganman. Men uka deganman. Bitta kuyovimni aytib beraman. Toshkentda ish qilardim. Qurilish Toshkentda edi. Kelsam 3 kun, 2 kun, 1 kundan oshiq o'tirgizmayman singilni. Bor, seni uying emas bu. Bo'ldi, ko'rdi, ota-onamni ko'rding, tinch. Nima kaming bor? Ha, manaqa. Bo'ldi, bor. Uyingga bor deyman. 3 kun oshcha o'tirib qo'ydi. Lobar, men shu maqomga yetganimdan xursandman, gapni mazg'ini chaqiring. Kelgunimcha urushib olib kelishgan ekan. Kalta yegan ekan singil. Kalta yeganing sababini ham aytib beraman. Yangi kelganlarga salomlik. Bu ibrat nuqtai nazardan gapiryapman. Kuyov bola 3 kun ketdi. 3-marta kelganida bolalarini shirinda baribir. Meni aka deyishganda ular. Kuyov bilan ham aka degan meni hammasi. 3-marta kelganda endi qudani haligi tarbiya qilib qo'yay, boshqa qilib qo'yay deb buvimali g'ururligi jo'shib, nima bo'lib, yo jicha turib tursin desa, kuyov bola eshikdan chiqib ketyapti, sinimga gapirgan gapini qara. Ha, mayli. Akam bor, akam kelar deb chiqib ketgan ekan. Men buni bilmayman. Men senlarga aytib beray bu narsani. Kelganimdan keyin 3 kun o'tdi. Keyin nima gap desam, urushib qopti. Ha, nima o'pdi? Qaynasiga gap qaytargan ekan, kalta yebdi. Yeydi. U dunyoni o Poshshoy Mahmudxonda qizi bo'lsa ham qaynaga gap qaytarsa yeydi. Sindirib ham qo'ymabdi dedim. 4 kun o'tdi. Dadamga, dada nima qilamiz dedim. Desam, endi buying. Otam ham endi qaragan. Xotiniga nima bo'ladi-yu? Buying endi mana deyapti-da. Dada dedim, 3 marta kelibdi kuyov bola dedim. Pashol vun desa nima qilamiz dedim. Biz u dedim kiyim kechagini boshqa narsasidan begami ko'z qilarmiz, lekin anu go'daylarga otani qaydan topib beramiz dedim. Nima qilamiz dedi. Ertaga dedim, siz dedim buvimni aylantirgan olib keting dedim. Men buyog'ini menga qo'yib bering dedim. Ertamanda buvimni aylantirgan olib ketdi-da, singilga chiq dedim. Ano ham yegan bo'xti yeb qo'yganda singil. Kaltaydi yegan, lekin umr o'tgan, nafsi chukullab turib tash uyimga boray deb, bolalarini otasi-da. Shuni mashinamga chiqdi, uyga bordim. Kuyov bolalarning uyiga borsam, falon yerda dedi. Ofisida nasasti. Hozir kelamiz dedim. Shuni borib turib, mashinamga chiqdi. Mashinasi turib tursin dedim. Mashinamga chiqdi-da, menga bunday qarab turib, "Qalay suka" desam, "Yaxshi, ketdik" dedi. Sinimi uyga olib kirib, Xudo xola bilan Xudo tog'aga aytayotgan gapim. Men bunga loyiq emasman. Bunaqa gaplar sizlarga gapirish menga emas, lekin oxirgi maktab kelyapman. Mana omonatim, ehtiyot qilinglar deyapman.
Shunda chiqyapman, eshik tagida ukamni so'kyapman, kuyov bolani. Sensan deyapman. Ayol kishini onaga tik qarab gapirish darajasiga olib chiqib qo'ygan sen aybdorsan deyapman. Mana hozir baxtli, undan keyin bitta o'g'il ko'rdi, 4 ta farzandi emas. Demoqchi bo'lgan gapim, aka nimasi bilan aka? Aka to'g'ri qaror chiqargani bilan aka. Aka kechirimli bo'lgani bilan aka, ularni to'g'ri yo'lga solib o'tirgan o'rnida hayoti nima bo'ldiki, mana uni manaqasi kam edi, mana uni manaqasi nima edi, bil yo'ravorish ashinda aka bo'ladi. Aka bo'lib qo'yish katta bo'lish aka emas.